Bugun Instagramda trend bo'lgan qurtopni birga tayyorlaymiz. Neç bilan qilib berasiz, xola? 50 bo'ladi. 50 nechtasi? Ha. Mana patirdan ham oling, anaqa qilaman. Qurtop. Patr nech pul, xola? 220. Nech pul qilib berasiz, endi kelishtirasizmi? Bunaqa patr kerak emas. Yo'q, Bilan ikkita yetadi. Oilaviy Samarqandga aylanishga bordik. Qaytishda nomaslikni iloji yo'q. Qarasam bir-biridan chiroyli patirlar sotishayotgan ekan. Yoshlikni bir eslab qurtop qilib beraydi deb uyda kelagan. Yoshlikda rosa ko'p qilardik. Kelali uyimda bir marta ham qilmagan ekanman. Bismillah deb go'shtni parra qilib to'g'rashdan boshladim. Tavaga sariyog' solib, go'shtimizni seli chiqquncha qovuramiz. Ozgina tuz solamiz. Seli chiqqandan keyin bir piyola suv solib dimlab qo'yamiz. Go'shtimiz pishguncha bu yerda masalliqlarimizni to'g'rab olamiz. Go'shtimiz pishguncha salatimizni tayyorlab olamiz. Piyozni parra qilib to'g'rab chayib olamiz. Bodring pomidorlarimizni ham mayda parra shaklida to'g'raymiz. Men bitta bolgarskiy ham qo'shdim. Xohlasanglar qo'shmasangiz ham bo'ladi. Yoqtirmaydiganlar. Tuz bilan aralashtirib qo'yamiz. Suzmamizni tayyorlab olamiz. Suzmaga ozgina bezgaz toshgan suv solib, suyultirib olamiz. Suvi bo'lib ketish kerak emas, o'rtacha suyuqlikda bo'lishi kerak. Patirlarimizni kubik shaklida to'g'rab oldim. Hamma xohishga qarab to'g'rasa bo'ladi. Men yosh bolalarim bo'lganligi uchun yeyishga qulay bo'lsin deb maydaroq kubik shaklida to'g'rab chiqdim. Hammasini laganga chiroyli qilib joylab, ustiga suzmamizni solamiz. Suzmani ustidan salat solib chiqamiz. Salat ustidan pishgan go'shtimizni bir tekisda solib, xohlovchilar tagida qolgan sariyog'ini ham solsa bo'ladi. Xohlamasanglar solmasanglar ham bo'ladi. Mazgina soldim, bu ham o'zgacha ta'm beradi. Shu bilan qurtopimiz tayyor. Dasturxonga tortsak bo'ladi. Men uyimdagilar birinchi marta yeb ko'rishdi, ularga juda ham yoqdi. Keyingi videoyimga boshqacha qurtop retseptini qo'yaman. Yoshlikda Surxondaryoda buvim qilib berardilar. Uni tayyorlanish uslubi ham boshqacha, mazasi ham boshqacha bo'ladi. Uyimdagilarga qilib berganimda juda ham yoqtirishgan. Bu retseptni sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman.